Aka-ukalar, yak motor sotuvni boshladi. Aka-ukalar, sotuvni boshlab oldik. Birinchi partiyamizda Xitoydan 4 xil motorlarimiz kelgan, 600 kiloli 1 tonnali holatida bo'lgan. 600 kiloli motorlarimiz yangicha texnik ko'riklar qilib, yuk yuklab hali sizlarga ko'rsatib beramiz 1 tonnalilarni. Har bitta motorlarimizni narxlari har xil holatda kelgan, sababi motorida, miyasida, ichida jihozlar o'zgartirishlar bor uchun $20 $30 gacha farq qilishi mumkin. 600 kiloli motorlarimiz kelib o'zlarining texnik ko'rikdan tanlab, qo'llangi shok spravkasi bilan olib ketishlari mumkin. Undan tashqari 1 tonnali motorlarimizni $1000 qo'yish plus velosipedi bilan. Velosipedi bilan sizlarga bonusiga. Texnik ko'rik 1 tonna 1,5 tonna yuklab, chetda tekshirib beriladi har bitta motorol. Undan tashqari 6 oygacha garantiyasi bor. Motorollardan tashqari Xitoy velosipedistlarmi, Qo'qon velosipedistlarmi, Germanskiy velosipedistlarmi, skuteristlarmi hammasini mujassam qilib qo'yganmiz. Do'konimizga kelib bemalol farzandlaring uchun, otalaring uchun, o'g'illaring uchun, o'zlaring uchun velosiped, skuter shunga o'xshagan narsalarni chetdan xaridlar qilishlari mumkin. Har bitta motorol ko'rib turganlaringizdek motor texnik ko'rigimiz bor. Qo'liga shot spravkasi bilan nomer olish uchun, dokument olish uchun shot spravka, rama nomeri, motor nomeri, miya nomerlari hammasi bir-biriga tushgan. Sababi Xitoylarda o'zi hamma motorni qo'yib tashavermaydi. Bittama-bitta o'zi kompaniyalik Xitoydan kelgan shu yerda yig'iladi. Texnik ko'rikda o'zlari tekshirib beradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Har bitta chiqqan motorolni shu holatda Xitoylarda o'zi tekshirib, texnik ko'rik qilib beradi. Bundan tashqari o'zlaring hozir guvohi bo'lasizlar, 1 tonna kafel yuklab ko'rsatamiz. Keyin tallarni ham o'zlari Xitoydan olib kelgan 1 tonna 1,5 tonna yuk yuklab shekka o'zlari motorolda minib shu yerda ko'rikdan o'tkazib berishadi. Tallarni ham tayyorlab qo'ygan 1 tonnali 1,5 tonnali qoplar topsa olib kelib Xitoyga zakaz qilgan ham shu yerda yuklab ko'rsatib berishadi. Hozir ungacha kafel yuklab ko'rsatamiz. 100 marta maqtagandan 1 marta sizlar uchun yuk yuklab 1 tonna kafelni motorolimiz qanaqa holatda ketishini o'zlaringiz baho berasizlar. Ketdik, yuk yuklab ko'rsatamiz. Masalan, boshladik, motorolni ochib 4 tomon shunday shoti bo'lib ochiladi. Motorolni kafel yuklab sizlarga ko'rsatib beramiz hozir. Ruchkalarni ham yomonlardan qo'yishganda o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Hali mana ruchkalar hech qaysi motorolga qo'yilmagan, hali uzilib, sinib ketadigan, svarka vaqtlari yuradigan ruchkalar emas. Davay aka, bosamiz. $30 kiloli kafeldan 44 ta yukladik. 1 tonna 300 necha kilo bo'lyapti? 1 tonna 320 kilo bo'lyapti. Shu holatda ko'ramiz. $8 kilo, 9 kilo emas, 1 tonna 320 kilo. O'zlaring baho berib ko'rasizlar. Ketaverdik qayerga? Andijonga, Namanganga. Shu 1 tonna 300 yuki bilan 45 kilometrlik garantiya beramiz. Pustoy holatiga 65-70 kilometrlik garantiya beramiz motorimizga, akkumulyatoriga. Yuk yuklagan holatda motorolda prujinalar, hamma azatilar qanaqa ishlasini o'zingizlar ham baho beringlar. Hali bir xilga motorollar borki, kuvalda bilan urishsa sakramaydi. Qani yuk bilan qanaqa turibdi? Mana o'zingizlar baho beringlar. Hozir gaz beraman. Motorolda shunaqa joylariga baho berib qo'yasizlar. Sababi hamma motorol olib kelaveradi, lekin foyda qilish boshqa narsada emas, sifat. Biz tajribamizdan kelgan holatda
shuncha yil material sotganmiz, qanaqa joyda qanaqasini yaxshilash kerak, qanaqa joyga o'zgartirish kerak, hammasini bilamiz. Shu sababdan xalq bop odamlarning xizmatini qiladigan materialni Xitoylarni ham shekka olib kelganmiz. Ozgina kamchiliklarni ham shu yerda to'g'irlatib, odamlar yillar minsin, xursand bo'lib xizmatini qilib bersin, shu narsa. Duo qilib tursa bo'ladi, shuni o'zi yetadi. Yaqinlarim manzilimiz Qo'qon Balishvidi Perezini teg kelaverasizlar. Balishvidi Perezdan 2 metr o'tsalar chap tomoningda yak motosikletlar kutib oladi. Biz ham shu yerda bo'lamiz, xizmatda bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kelib turasizlar.